Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani oddiy va tushunarli qilib tushuntirib beraman. 1 avgustdan boshlab qariyalar, pensionerlar, yolg'iz yashovchi keksalar yoki yordamga muhtoj oilalarga beriladigan million so'mlik prezident yordami haqida ko'p savollar paydo bo'lyapti. Eng katta savol bitta. Bu pulni nimaga sarflash mumkin? Nimaga sarflash mumkin emas? Kim oladi? Kim olmaydi? Kim xavotir olish kerak? Kim esa shoshilmasdan hujjatlarni tekshirish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buyimiz, pensioner qarindoshimiz yoki yordamga muhtoj tanishimiz bor. Men bugun bu mavzuni ekspert sifatida, lekin oddiy xalq tilida tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'rishingiz juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odamlar puldan mahrum bo'lishi, ariza bermay qolishi yoki berilgan mablag'ni noto'g'ri ishlatib, keyin muammo orttirib olishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib borishi kerak. Avval qanday edi? Oldin qariyalar, pensionerlar yoki yordamga muhtoj fuqarolarga beriladigan ko'p yordamlar alohida ko'rib chiqilardi. Kimdir dori-darmon uchun yordam so'rardi, kimdir oziq-ovqat uchun, kimdir kommunal to'lovlarni yopishga qiynalardi. Ko'p hollarda odamlar mahallaga borardi, ariza yozardi, keyin komissiya kelib yashash sharoitini ko'rardi. Ba'zida yordam natura shaklida, ya'ni oziq-ovqat, dori, kiyim-kechak yoki boshqa mahsulot sifatida berilardi. Ba'zida esa pul shaklida ajratilardi. Endi eng muhim o'zgarish shundaki, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga, ayniqsa keksalarga nisbatan manzilli yondashuv kuchaymoqda. Ya'ni davlat shunchaki hamma pensionerga bir xil qarab qo'ymaydi. Kimning haqiqatan ehtiyoji bor, kim yolg'iz yashaydi, kimning daromadi kam, kim kasal, kimning farzandlari yordam bera olmayapti, kimning kommunal qarzi yoki dori-darmon xarajati ko'p. Mana shu holatlar ko'rib chiqiladi. 1 million so'm deganda ham odamlar orasida har xil gap yuradi. Kimdir bu pul faqat oziq-ovqatga deyapti, kimdir faqat doriga deyapti, kimdir istagan narsaga ishlatsa bo'ladi deyapti. Men bu yerda eng to'g'ri yondashuvni aytaman. Agar yordam sizga ijtimoiy yordam sifatida pul ko'rinishida ajratilgan bo'lsa, uni birinchi navbatda yashash uchun zarur ehtiyojlarga sarflash kerak. Bu degani oziq-ovqat, dori-darmon, davolanish, kommunal to'lovlar, zarur kiyim-kechak, uyda eng kerakli mayda ta'mir, parvarish vositalari, nogironlik yoki kasallik bilan bog'liq ehtiyojlar. Lekin bu pulni hashamat, keraksiz xarid qarindoshlarning boshqa maqsadlari, to'y xarajati yoki qarz berish uchun ishlatish xavfli va noto'g'ri. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, bu yordamning maqsadi keksaning hayotini yengillashtirish. Pul berildimi, demak u qariyaning o'zi uchun uning sog'ligi, ovqati, issiqligi, xavfsizligi va kundalik ehtiyojlari uchun ishlatilishi kerak. Masalan, 7-8 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi bakulsiz 7 ming so'm, har oy dorilarga 400 ming so'm ketadi. Elektr, gaz, suv, chiqindi to'lovlariga yana 2 ming so'm ketadi, oziq-ovqatga esa yetmaydi. Bunday holatda 1 million so'mning 500 ming so'mini dori-darmonga, 600 ming so'mini oziq-ovqatga, 2 ming so'mni kommunal to'lovga, qolgan qismini esa gigiyena vositalari yoki kerakli mayda ehtiyojlarga sarflash mantiqan to'g'ri. Yana bir misol. Patazin 2 yoshli otaxon diabet bilan kasal, oyog'ida muammo bor. Oyiga kamida 300-400 ming so'mlik dori oladi. Uyida muzlatgich ishlamay qolgan, lekin yangi muzlatgich olishga pul yetmaydi. Agar unga 20 million so'm yordam ajratilgan bo'lsa, u bu pulni to'liq televizor yoki telefon almashtirishga sarflasa, bu ijtimoiy yordamning ruhiga mos kelmaydi. Lekin u dori-darmon, shakarni nazorat qilish uchun test poloskalar, maxsus ovqatlanish mahsulotlari, kommunal to'lov va zarur uy ro'zg'or ehtiyojiga ishlatsa bu to'g'ri. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda hujjatlari tartibsiz bo'lganlar. Masalan, pensioner boshqa joyda ro'yxatda turadi, lekin aslida boshqa mahallada yashaydi. Yordam olish jarayonida uning real yashash joyi bilan ro'yxatdagi manzili farq qilsa, masala cho'zilishi mumkin. Ikkinchidan, farzandlar bor, lekin qariyaga yordam bermayotgan oilalar. Komissiya farzandlari bor ekan, nega yolg'iz hisoblanadi deb so'rashi mumkin. Bunday paytda haqiqatni hujjat bilan tushuntirish kerak. Farzandi chet elda, nogiron, ishsiz, o'zi ham kam ta'minlangan yoki aloqasi uzilgan bo'lishi mumkin. Ilgari yordam olgan, lekin undan qanday foydalanganini tushuntira olmaydiganlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar qariya haqiqatan yordamga muhtoj bo'lsa, hujjatlari joyida bo'lsa,
yashash sharoiti aniq bo'lsa, mahalla uni taniysa, pensiyasi yetmayotgani ko'rinib tursa, unda qo'rqishga hojat yo'q. Bu yerda asosiy talab halollik va aniq dalil. Davlat yordami odamni qiynash uchun emas, yordam berish uchun ajratiladi. Lekin yordam manzilli bo'lishi uchun mahalla ijtimoiy xodim yoki tegishli tashkilotlar holatni tekshirishi tabiiy. Endi pulni nimaga sarflash mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi yo'nalish oziq-ovqat. Bu eng asosiy ehtiyoj. Un, yog, guruch, makaron, go'sht, tuxum, sut mahsulotlari, sabzavot, meva, choy, shakar kabi kundalik mahsulotlar keksaning sog'lom ovqatlanishi uchun zarur. Lekin bu yerda ham me'yor muhim. Masalan, butun bir 5 million so'mni bir kunda qimmat shirinlik, ortiqcha mehmon kutish yoki boshqa odamlar uchun ziyofatga sarflash noto'g'ri. Yordam qariyaning oy davomida yashashini yengillashtirish kerak. Ikkinchi yo'nalish dori-darmon va davolanish. Ko'p qariyalarda qon bosimi, yurak, diabet, bo'g'im og'riqlari, ko'z, oshqozon, asab tizimi bilan bog'liq muammolar bo'ladi. Agar shifokor yozib bergan dorilar bo'lsa, pul aynan shularga sarflash eng to'g'ri qarorlardan biri. Dorixona cheklarining saqlab qo'yilishi ham foydali. Chunki keyin kimdir pul qayerga ketdi desa, javob tayyor bo'ladi. Masalan, otaxon 220 ming so'mga qon bosim dorisi, 180 ming so'mga yurak dorisi, 90 ming so'mga vitamin. 6 ming so'mga surtma dori olsa, bu xarajatlar tushunarli va asosli. Uchinchi yo'nalish kommunal to'lovlar. Qariya sovuq uyda o'tirmasligi, elektr yoki gazdan uzilib qolmasligi kerak. Shuning uchun elektr, gaz, suv, isitish chiqindi to'lovlari bo'yicha qarzdorlik bo'lsa, yordam pulining bir qismini shu qarzlarni yopishga ishlatish mumkin. Masalan, 400 ming so'm elektr qarzi, 300 ming so'm gaz qarzi yigilib qolgan bo'lsa, 700 ming so'mni shunga to'lash qariyaning hayot sifati uchun juda muhim. Ayrimlar pulni qo'lga oldim, kommunalga bermay turay deyishi mumkin. Lekin keyin uyda chiroq yoki gaz o'chsa, qariya yana qiynaladi. 4-yo'nalish zarur kiyim-kechak va mavsumiy ehtiyojlar. Qishda issiq kiyim, paypoq, poyabzal, bo'sh kiyim, yopinchiq kerak bo'lishi mumkin. Yozda esa yengil kiyim, salomatlikka mos poyabzal. Quyoshdan himoya qiladigan buyumlar zarur bo'ladi. Lekin bu ham ehtiyoj darajasida bo'lishi kerak. Masalan, qariyaga 2,5 ming so'mlik qulay poyabzal olish mumkin. Lekin 5 million so'mning hammasini qimmat kiyimga sarflash savol tug'diradi. 5-yo'nalish uy sharoitini yaxshilash. Bu katta remont degani emas. Lekin qariyaning xavfsizligi uchun eshik qulfi buzilgan bo'lsa, oynadan shamol kirsa, kran oqsa, hojatxona yoki hammomda xavfli holat bo'lsa, pulning bir qismini mayda ta'mirga ishlatish mumkin. Masalan, 1,5 ming so'mga santexnik chaqirish, 1 ming so'mga kran almashtirish. 200 ming so'mga deraza yo'rigini berkitish qariyaning kundalik hayotiga real yordam beradi. Ayniqsa yolg'iz qariyalar uchun uy ichidagi xavfsizlik juda muhim. 6-yo'nalish parvarish va gigiyena vositalari. Ayrim qariyalar yotoq holatda bo'ladi. Ayrimlarga pampers, nam salfetka, antiseptik, maxsus krem, toza choyshab, ortopedik buyumlar kerak bo'ladi. Bular arzon emas. Masalan, bir oyga kattalar uchun tagliklar 300-500 ming so'mga tushishi mumkin. Shunday holatda yordam pulini shu ehtiyojga sarflash to'liq asosli. Endi istisnolar, xavfli joylar va ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta. Pul qariyaning nomiga berilgan bo'lsa, uni farzand yoki qarindosh o'z ehtiyojiga ishlatmasligi kerak. Hayotda shunday holatlar bo'ladi, buyga yordam puli tushadi. Lekin nevarasi telefon oladi. O'g'li mashina ta'miriga ishlatadi, kelini o'zi uchun buyum oladi. Bu nafaqat axloqan noto'g'ri, balki keyinchalik tekshiruv bo'lsa muammo keltirib chiqarishi mumkin. Agar qariya o'zi pulni boshqara olmasa, yaqinlari unga yordam berishi mumkin. Lekin xarajat qariyaning foydasiga bo'lishi shart. Ikkinchi nozik nuqta, chek va dalillarni saqlash. Har doim ham sizdan chek so'raladi deb aytmayman, lekin ijtimoiy yordamda shaffoflik muhim. Dorixonadan chek oling, kommunal to'lov kvitansiyasini saqlang. Oziq-ovqat xarid qilganda hech bo'lmasa asosiy xarajatlarni yozib boring. Masalan, oddiy daftar tuting. 3 avgust kuni dori-darmon 220 ming so'm. 5 avgust kuni oziq-ovqat darajada 2 ming so'm. 8 avgust kuni elektr to'lov 200 ming so'm. Bu daftar rasmiy hujjat bo'lmasligi mumkin, lekin oilada ham, mahallada ham aniqlik beradi. 3-nozik nuqta. Yordam doimiy pensiya emas. Ko'p odam bir marta oldim, endi har oy tushadi deb o'ylab qoladi. Lekin bunday yordamlarning sharti, muddati va takrorlanishi alohida tartibga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun mahallangizdagi ijtimoiy xodimdan yoki tegishli tashkilotdan aniq so'rash kerak. Bu bir martalik yordammi?
Har oy beriladimi? Muayyan davrgacha qayta ariza kerakmi? Har bir hududda amaliy jarayon turlicha tashkil etilishi mumkin. Shuning uchun eshitgan gapga emas, rasmiy tushuntirishga tayaning. 4-nozik nuqta. Yordam olish uchun qasddan daromadni yashirish xavfli. Masalan, qariya nomida ijara daromadi bor, lekin hech narsam yo'q desa, keyin bu aniqlansa, yordam rad etilishi yoki qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Yoki farzandi har oy pul yuboradi, lekin hujjatda ko'rsatilmaydi. Men bu yerda bitta narsani ochiq aytaman. İjtimoiy yordamga muhtojlikni isbotlashda yolg'on ma'lumot berish kerak emas. Haqiqiy ahvolni tushuntiring. Agar farzand 200 ming so'm yuborsa-yu, dorining o'zi 600 ming so'm bo'lsa, baribir ehtiyoj borligi ko'rinadi. 5-nozik nuqta. Karta va naqd pul masalasi. Agar pul plastik kartaga tushsa, kartani boshqalarga berib qo'ymang. PIN kodni hech kimga aytmang. Qariya o'zi foydalana olmasa, eng ishonchli yaqin kishi yordam bersin, lekin har bir xarajatni tushuntirib bersin. Keksalar aldovga tez uchrashi mumkin. Men sizga pulni naqd qilib beraman. Komissiya uchun oldindan pul bering. Yordam olish uchun telefoningizga kelgan kodni ayting degan gaplarga ishonmang. Davlat yordamini olish uchun begona odamga karta kodi, SMS kodi yoki pasport nusxasini tartibsiz yuborish juda xavfli. 6-nozik nuqta. Ariza rad etilsa, bu hammasi tugadi degani emas. Ba'zida hujjat yetishmaydi, ba'zida ma'lumot bazada xato bo'ladi, ba'zida yashash joyi aniq emas. Ba'zida komissiya ehtiyoj darajasini boshqacha baholaydi. Bunday holatda janjal qilishdan oldin sababini yozma yoki ani og'zaki tarzda so'rang. Nima yetishmayapti? Qaysi hujjat kerak? Qayta ko'rib chiqish mumkinmi? Qaysi muddatda murojaat qilish kerak? Mana shu savollar bilan yondashsangiz muammoni hal qilish osonlashadi. 7-nozik nuqta. Yordam pulini qarz yopishga ishlatish masalasi. Agar qarz o'zi qariyaning hayotiy ehtiyoji uchun olingan bo'lsa, masalan, dori uchun qarz olingan, kommunal to'lov uchun qarz olingan, oziq-ovqat uchun do'kon qarzi bor, buni yopish mantiqan tushunarli. Lekin boshqa odamning qarzi, to'y uchun olingan qarz, farzandning biznes qarzi yoki keraksiz xarid qarziga bu pulni ishlatish noto'g'ri. Chunki yordamning maqsadi qariyaning ijtimoiy himoyasi. 8-nozik nuqta. Oilada kelishmovchilik chiqmasligi uchun pulni oldindan rejalashtiring. Masalan, yordam tushdi. Birinchi kuni hamma buni olaylik, shuni qilaylik deb turib oladi. Natijada qariyaning dori puli qolmaydi. Eng to'g'ri yo'li qog'ozga yozing. Dori darmon 400 ming so'm, oziq-ovqat 500 ming so'm, kommunal 300 ming so'm, gigiyena 500 ming so'm, zaxira 500 ming so'm. Shunda pul ko'proq foyda beradi. 1-20 million so'm katta mablag'dek ko'rinishi mumkin, lekin dori oziq-ovqat va to'lovlarga taqsimlansa, u juda tez tugaydi. Endi nima qilish kerakligini qadam-baqadam aytaman. Birinchi qadam. Qariyaning holatini aniq baholang. Pensiyasi qancha? Har oy dori darmonga qancha ketadi? Kommunal to'lovlar qancha? Uyda oziq-ovqat yetarlimi? Yolg'iz yashaydimi yoki farzandlari bilanmi? Nogironligi, og'ir kasalligi, parvarishga ehtiyoji bormi? Bu savollarga aniq javob bo'lmasa, ariza ham kuchsiz chiqadi. Ikkinchi qadam. Mahallaga yoki ijtimoiy xodimga murojaat qiling. Mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limidan tartibni so'rang. Bizga 22 million so'm yordam kerak deb umumiy gapirmang. Aniq ayting. Onam yetim 6 yoshda. Pensiyasi shuncha, dorilarga shuncha ketadi. Yolg'iz yashaydi. Kommunal qarzi bor. Yordam olish tartibini tushuntirib bering. Aniq gap odamga ham, mas'ul xodimga ham qulay. 3-qadam. Hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat, kasallik bo'yicha shifokor ma'lumotnomasi, dori retseptlari, kommunal qarzdorlik kvitansiyalari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, bank karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda talab farq qilishi ehtimoli bor. Shuning uchun ro'yxatni mahalladan aniqlang. 4-qadam. Arizada ehtiyojli oddiy va aniq yozing. Masalan, men falon manzilda yashayman, yoshim 28da, pensiyam kundalik ehtiyojlarim va dori darmon xarajatlarimga yetmayapti. Har oy bosim va yurak dorilariga taxminan 450 ming so'm sarflayman. Elektr va gaz bo'yicha qarzdorligim bor. Shu sababli menga moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Mana shunday ariza aniq, tushunarli va asosli bo'ladi. 5-qadam. Komissiya yoki ijtimoiy xodim kelganda real holatni yashirmang. Uyda nimaga ehtiyoj bor? Ochiq ko'rsating. Sovutgich ishlamayaptimi? Dori tugaganmi? Kommunal qarz bormi? Yotoqdagi qariyaga parvarish vositasi kerakmi? Bularni ayting.
Ba'zi odamlar uyalib hammasi yaxshi deydi. Keyin yordam chiqmasa xafa bo'ladi. İjtimoiy yordam uyat emas. Bu qonuniy va insoniy himoya mexanizmi. 6-qadam. Pul tushgandan keyin xarajat rejasini tuzing. Men tavsiya qiladigan eng oddiy tartib shunday. Avval dori-darmon va davolanish, keyin oziq-ovqat, keyin kommunal to'lov, keyin gigiyena va zarur uy ehtiyojlari oxirida kichik zaxira. Masalan, 5 million so'mdan 2 ming so'm dori-darmon, 500 ming so'm oziq-ovqat, 300 ming so'm kommunal, 2 ming so'm parvarish vositalari, 1000 ming so'm favqulodda xarajat uchun qoldirish mumkin. Albatta, har bir oilada vaziyat boshqacha. Lekin tartib shunday bo'lgani ma'qul. 7-qadam, cheklarni va kvitansiyalarni saqlang. Ularni bitta paketga yoki papkaga solib qo'ying. Agar qariya yo'lgiz bo'lsa, farzandi yoki ishonchli qo'shnisi yordam bersin. Bu nafaqat tekshiruv uchun, balki pul qayerga ketayotganini oilaning o'zi bilish uchun ham kerak. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga yordam chiqarib beraman, pul berasiz degan taklif uchun pul bermang. Rasmiy yordam pora bilan olinmasligi kerak. Telefon orqali kelgan kodni aytmang. Bank kartangizni begona odamga bermang. Pasport rasmini notanish Telegram akkauntlarga yubormang. Agar kimdir shubhali talab qilsa, mahalla yoki bankka borib aniqlashtiring. 9-qadam, agar yordam chiqmasa qayta murojaat qilish imkonini so'rang. Rad javobining sababini bilmasdan turib, menga bermadi deb to'xtab qolmang. Ba'zida bitta ma'lumotnoma yetishmaydi. Ba'zida qariyaning haqiqiy yashash joyi tasdiqlanmagan bo'ladi. Ba'zida dori xarajatlari hujjat bilan ko'rsatilmagan bo'ladi. Kamchilikni to'g'rilab, qayta murojaat qilish mumkin bo'lgan holatlar ko'p uchraydi. 10-qadam, qariyaning o'z roziligini hurmat qiling. Agar qariya xushyor, fikri joyida, pulni o'zi boshqara olsa, qarindoshlar uning o'rniga qaror qabul qilmasin. Yordam uning nomiga berilgan bo'lsa, uning ehtiyoji birinchi o'rinda turadi. Farzandlar maslahat berishi mumkin, lekin pulni tortib olishi yoki majburlab boshqa narsaga ishlatishi mutlaqo noto'g'ri. Real hayotda eng ko'p uchraydigan vaziyatlardan yana birini aytaman. Buning pensiyasi bor, lekin 3 ta dorisi bor. Biri qon bosimiga, biri yurakka, biri qandga. Har oy dori olmasa ahvoli yomonlashadi. U yordam pulini oziq-ovqatga ishlatib yuborsa, 2 haftadan keyin dori uchun yana qarz so'raydi. Shuning uchun reja kerak. Yoki otaxonning kommunal qarzi bor, lekin uyda oziq-ovqat ham tugagan. Bunday paytda pulni 2ga bo'lish kerak. Ham qarzni kamaytirish, ham ovqatni ta'minlash. Hammasini bitta tomonga sarflab yuborish keyingi muammoni kuchaytiradi. Yana bir vaziyat, farzand ona bu pulga uyga yangi televizor olaylik deydi. Agar eski televizor ishlayotgan bo'lsa, bu birinchi ehtiyoj emas. Lekin onaning bosimi uchun apparat yo'q. Dori tugagan. Qishda isitish muammosi bor. Demak, televizor keyinga qoladi. İjtimoiy yordamning maqsadi qulaylikdan oldin zaruratni yopish. Aziz yurtdoshlar, 5 million so'mlik yordam oddiy pul emas. Bu avvalo keksaning sog'ligi, oziq-ovqati, dori-darmoni, kommunal xavfsizligi va kundalik yashashiga qaratilgan mablag'. Uni eng avvalo qariyaning o'zi uchun eng zarur ehtiyojlarga ishlatish kerak. Hujjatlarni tartibga keltiring. Mahallada aniq ma'lumot oling, arizani asosli yozing. Pul tushgandan keyin xarajatlarni rejalashtiring va cheklarni saqlang. Men yana bir bor aytaman, eshitgan gapga emas, rasmiy manbaga. Mahalla va ijtimoiy himoya xodimlarining aniq tushuntirishiga tayaning. Har bir oilaning vaziyati boshqacha, lekin umumiy qoida bitta. Yordam halol olinishi, to'g'ri ishlatilishi va aynan muhtoj qariyaning hayotini yengillashtirish kerak. Sizning oilangizda ham shunday yordamga muhtoj qariya bormi? Sizningcha 1 million so'm bugungi sharoitda qariyalarning eng qaysi ehtiyojini yopishga yetadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizlarga pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va qonuniy huquqlaringiz bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.